Bugun sizlarga CapCut programmasini bepul variantlarida beauty montaj qilishni o'rgataman. CapCut dasturiga kiramiz, novi videoni tanlab, biz bu yerdan tanlamoqchi bo'lgan videolarimizni, ya'ni montaj qilmoqchi bo'lgan videolarimizni tanlab olamiz. Kerakli xossalar bilan Xo'p, shu qiz videosini ko'ramiz qani. Xo'p, shu videoni tanladik, добавить qilamiz. Boshidan kerak emas qismini разделить ustiga bosib, o'chirib tashlaymiz. Удалить tugmasini ustiga bosib, ozgina дорожкani ustiga ikkita barmog'imizni qo'yib itarsak, o'zimda ikki tomonga qarab tortsak, mana kengayadi, ko'rasizlar. Play bosamiz. Mana burildi. Shu burilgan joy bizda qolish kerak. Qolgan qismini разделить qilamiz, удалить bosib o'chirib tashlaymiz. CapCut oxiridagi reklamasini ham o'chirib tashlaymiz. Plusni bosamiz. Bizga davomi kerak, shu videomiz davomi. Hop, buni joylaymiz. Bizda aynan boshi aylanayotgan qismi, boshini harakatga keltirayotgan qismi kerak, qolgan qismi kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Mana. Aynan mana shu joyi kerak. Ustiga bosamiz, разделить bosib, oldi tarafidagi videoni удалить qilib o'chirib yuboramiz. Ko'ramiz. Biza musiqamizni joylab olishimiz kerak. Zvukka kiramiz. Men fayl ustiga bosib, hop, bu yerda bizani zvuk boradi. Iltimos harakat. Boshlanar yo'lchini. Hop, zvuk qo'yamiz. Zvukka moslab biz videoni bitlarini moslab chiqishimiz kerak. Общий zvukka mana mikrofonni bosib o'chirib qo'yamiz. Boshlanar Modelni ovozi bilan musiqani ovozi bir xil vaqtda joylashish kerak. Mana o'zi musiqa endi boshlanyapti. Boshlanar yo'lchini hayot parvozi. Sal oldinga chiqib ketdi. Endi sal orqaroqqa qaytaramiz. Boshlanar yo'lchini hayot parvozi. Videomizni ko'ramiz. Boshlanar yo'lchini hayot parvozi. Ozgina kech qavatda ozgina chut-chut kichraytiramiz. Suramiz дорожкani. Ko'ramiz yana. Hayot parvozi. Ustozim murabbiylarim, yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Endi qaranglar, musiqamiz ustiga bosib, bu yerdan bitga moslab chiqamiz. Mana bitta, ya'ni musiqani baland bo'lgan joyiga udarib berib chiqadi. Bayroqchani ustiga bosamiz. Avtomatik so'zdaniyani ustiga bosib, hozir tochkalar qo'yib beradi. Mana qo'yib berdi. Hop, galchkani bosib qo'yamiz. Mana bizda tochkalar qo'yildi. Boshlanar yo'lchini hayot parvozi. Mana shu ustoz degan joyiga biz разделить qilamiz. Bu qismi kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Mana shu kadrimizni ko'rib chiqamiz. Chiroyli, приятный bo'lgan. Yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Xayr va tabriklar, seni xonda shohliklarim. Oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. Mana shu harakat qilayotgan joy chiroyli ekan, shuni olib qolamiz. Shu joyga разделить qilib olib tashlaymiz. Buni skorsini skorsga kirib, normalidan 0.5 ga o'tkazamiz. Ustozim murabbiylarim, yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Bizga mana shu aynan harakat qilayotgan joyi kerak. Ustozim murabbiylarim, Mana shu yuragim degan joyda belgilaymiz. Kerak emas bu qismi. yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Mana boshqa kadrlarimiz ham bor edi. Kitob o'qiyotgan joylar. Hop, bizda 4-kadr bu. Pastdan tepaga qarayotgan joyi kerak bizga. разделить qilamiz, удалить qilamiz mana. Buni ham skorsga kirib, normalidan 0.5 qo'yamiz. Yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Mana shu joyda chiroyli harakat qilgan ekan. Shu yerdan разделить qilamiz. Yuragimda hayajon, Cho'lamoqda degan joyiga o'chirib tashlaymiz bu qismini.
krupniy planda olingan videomiz bor edi. 5-kadr. Yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llari, xayr va tahlillari. 0.5 ga o'tkazib olamiz buni ham skorsini. Xayr va tahlillari, seni holda shohliklarim, oh yo tilagim, oldinda ko'p orzularim. Seni holda shohliklarim, jo'namoqda hayot yo'llari. Delete qilamiz, qolgan qismi kerak emas, delete qilamiz. Endi bizda daftarli qismi bor edi. Xayr va tahlillari, seni holda shohliklarim. Xayr va tahlillari, seni holda shohliklarim. Oh yo tilagim, oldinda ko'p orzularim. 0.5 ga o'tkazishimiz kerak. Buni ham hammasini kadrlarimiz. Seni holda shohliklarim, oh yo orzularim. Oh yo tilagim, oldinda ko'p orzularim. Bo'ldi, bizga yetadi shu olgan kadrlarimiz. Buni kadrlarimizni joylashtirib chiqdik. Endi bu kadrlarimizga biz hammasini bir xil qilib filtrlab joylab chiqishimiz kerak. Zoom effektlarini berishimiz kerak. Xo'p, bunga o'tamiz mana. Filtr bo'limini tanlaymiz. Настройкаga kiramiz. Яркостьni ko'rasizda, яркость agar biz plus holatga o'tsak, yosh oqarib ketadi. Shuning uchun biz яркостьni ozgina tushiramiz. Kontrastga o'tamiz. Kontrastda to'qarib ketadi, ko'rasizda. Agar minusga o'tsa, ocharib ketadi. Kontrastni ham ozgina tushiramiz. Agar biz kadrimiz ustiga bossak, mana oldingi hozirgi holati. Nashinniy ustiga mana minusni bossak, холодный rang, plus tomonga ketsa qizarib ketadi, issiq rang bo'ladi. Частота ham shunaqa mana. Bunda biz ozgina plusga qarab harakat qilamiz. Vestkis videomizni tiniqib berishga yordam beradi bu. Mana ko'rasizda, cho'tga ko'rinyapti. Hop, HCLga o'tsak, oranjoviy rangni tanlab, eng tegidagisi, hop, bu modelning rangiga qaraladi mana, ko'rasizlar? Rangi sezilyaptimi? To'g'ri tomonga borsam, minus tomonga borsam qizaryapti. Plus tomonga o'tsam oqaryapti rangi. Tushirib olmaymiz, ya'ni bo'yni bilan ikki xil rang bo'lib qoladi. Bu qizil labiga qaraladi mana, labiga, ko'zining atrofidagi qizil rangiga. Bu tarafga borsak mana tushib ketadi. Hop, galchkani bosamiz. Ulучший moment mana. Olib borsak ochartiradi, pastga tushirsak minus tomonga borsak to'qartiradi. Ozgina plus tomonga yurg'izib qo'yamiz buni ham. Hop, chorniy. Qora rangga o'chirib tashlaydi. Mana. Qora qilib beradi. Hop, oq rangga o'chirib tashlaydi, oqartirib beradi. Ko'rasizlar? Hop. Vinyetka atrofiga mana to'qroq qilib beradi atrofini. Agar biz pneumatik sistema ustiga bosadigan bo'lsak, hamma videolarimizga shu bergan filtrimiz o'tadi. Galchkani bosamiz. Mana ko'rasizlar, hamma videolarimizda o'zgardi. Bir xil ton bo'ldi, lekin mana bizani do holatimiz o'zi yarki edi. Buni filtrga kirib, boshqatdan filtr berib olamiz bunga. O'zi buni filtrlarini olib tashlasak ham bo'ladi o'zi. Yuzi juda qizarib ketgan hisobiga mana 0 ga qo'ysam, yuzi qizib, o'shancha ozgina minus qilaman. Qolgani bo'ladi normalniy.
Endi retushga o'tamiz. Retushda ham xuddi shu narsalar. Retushda sizlarga besplatnisini o'rgataman degandim. Retushga kiramiz. Avtostilni o'chirib tashlaymiz. Retush o'ziga kiramiz. Bizda mana bunaqa olmoslar bori, bular pulli variantida bo'ladi. Xo'p, bizda besplatni deb yozilganini ustiga bosamiz mana. Ko'rasizlar, sezilyaptimi? Yuzda o'zgarish bo'lyapti ozgina. Mana ko'ryaptim. Xo'p, bizda eng keraklisi mana bu sglajivание deb yozilgani kerak. Yuzni ko'rasizlar. Yaltirab turadi yuzi mana. Ikkin botdan осветление deb yozilgani kerak bizga. Mana ko'rasizlar, oqartirib beryapti. Bo'yim bilan yuzi. Farqini sezasizlar? Ko'rasizlar? Hop, keyin bizda очистить bor mana. Mana xira holati, nol holati. Biza ko'tarsak очистitda tiniq beradi. Принимать ksiyani bosamiz, подтвердить. Galchkani bosamiz. Mana yuzdagi o'g'riklari ham ketdi. Bunda har holda tabiiyroq chiqadi. Mana yuzlariga ham e'tibor bersanglar, mana yuzlaridagi tochkalari ham bilinyapti. Har holda tabiiyroq chiqadi. Endi biz tochkalar bilan buni to'g'rilab chiqamiz mana. Oxirgi tochka, ya'ni to'g'rilangan qismi, boshiga biz ozgina kadrimizni ko'tarishtiramiz mana. Modeli boshi kesilib ketish kerak emas, shunga e'tibor qaratamiz, o'rtada turish kerak. Boshlanar men uchun hayot parvozi. Orqaga plavniy kichrayib ketyapti. Endi oldingi bitta uzoqlashadi, bitta yaqinlashadi, mana shunaqa qilamiz. Mana botga galchka bosamiz. Botni olib kelib kadrimizni kengaytirsak, o'zi avtomatik tochka qo'yiladi mana. Ko'rdinglar? Xo'p, endi botga tochka qo'yamiz. Kadrimiz oxiriga olib boramiz. Yaqinlashtiramiz kadrimizni. Endi bu yerda kadrimizga o'zi krupniy planda bunga tochka qo'ymasak ham bo'ladi. Mana yaqinlashayotgan bo'lsa, endi bu yerda hop, oxiriga tochka qo'yamiz va oldi qismini yaqinlashtiramiz. Oxirgi kadrimizda ham yana tochka boshiga qo'yamiz va oxiriga kelib yaqinlashtirib qo'yamiz. Bizning videomiz tayyor. Endi общий holatini ko'rish uchun mana bitta qiladigan ishimiz, ya'ni mana bu qismida mana tochkalarni o'chirib turamiz. Sababi tochkani o'chirishimizni sababi hali mana bu holatidagi tak retush qolib ketgan. Shu retushni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa agar tochkalar bilan qiladigan bo'lsak, har bitta tochkaga kirib o'chirishimiz kerak bo'ladi. Hop, galchkani bosamiz. Boyagi endi tochkalarimiz joyiga qo'yib qo'yamiz. Hop, ko'ramiz, videomiz tayyor. Endi mana bu to'rtburchakni ustiga bosib, Boshlanar men uchun hayot parvozi. Hayot tabilarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon, jo'namoqda hayot yo'llarim. Hayot tabilarim, seni xoda shohliklarim, oh yot tilagim, oldinda ko'p orzularim. videomiz tayyor bo'ldi. Bundan ham foydali videolarni o'tkazib bormaslik uchun meni kuzatishda davom etinglar.